Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Mana biz navbatdagi darvozamizda Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och qishlog'iga olib o'rnatib berdik. Bu darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Kanalga yangi kelganlar bittadan like tugmasini bosib qo'yishlarini iltimos qilamiz. Bu darvozamiz Dubay fason deyiladi. Materiallariga keladigan bo'lsak, 8 ga 8 ishlatganmiz. Ikkili stenada listlarimiz 1.8 lik 2 qavatli двойной, o'rtasida steklovatalari bor. Profillari ichlari 4 ga 4 bo'lgan, 1.7 stenada bo'lgan. Taglariga shiveler qo'yib berganmiz, avtomobil o'tganda ezilmasligi uchun. Zamoklarimiz mana har doimgidek zubur zamok. Kraskalarimiz GK ishlatilgan bu darvozamizga. Bu darvozamizni 1 kvadrat metri 1.400.000 dan olib kelib o'rnatib berdik. Hurmatli yurtdoshlar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu darvozamizni razmerlari eniga 3.20, bo'yiga 3.40 joyga o'rnadi. Orqa holatlarini ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Orqa holatlari mana tekis bo'lgan. 2 qavatli darvozamiz. Sentr zamoklarimizni tashqisidan qo'yib berganmiz. Zamoklarimiz zubur zamok. Hurmatli yurtdoshlar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishlari mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Vodiy va Toshkent bo'ylab dastavkalarimiz ichida voha taraflarga kelishilgan holatda o'rnatib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.